Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana sizlar bilan navbatdagi sotuvga bo'zalarni ko'rib o'tamiz. Bu bo'zalarimiz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Xo'ja qishlog'ida. Nurdin akamizning bo'zaylari. Bu jonivorlar mana Greenford gibrid bo'zaylar ko'rishingiz mumkin. Tri vazni shu 360-370 kilo atrofida, endi balki ozroq, balki ko'proq kelib ham mumkin. Bu jonivorlarni akamiz 1 yil davomida boqib kelibdi. Mana hozir mana sotmoqchi ekan. Xudo xolasa. Bular 2 oy burun yashirdan chiqibdi. 2 oy burun yashir bo'lib tuzalibdi. Hozir yaxshi, yeb-ichishlari yaxshi ekan. Oyoq qo'llari sog'lom bo'zaylar ekan. Lekin bir aybi shu tirnoqlari biroz o'sib qolgan. Xudo xolasa bir 3-4 oy yaxshi baqilsa, bo'lmasa qurbonlikkacha baqilsa, o'zi tayyor bo'lib qoladi. Kimga kerak bo'lsa, shu nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Bu jonivorlar narxini 28 milliondan deyapmiz. Biroz ozgina xayrni qilib beradi. Xudo xolasa bir kelishib, shu ushbu nomerlarimizga aloqa chiqib gaplashaverasizlar. Dastavkasini ham kelishasizlar, akalar. Yugurib o'ynab yuribdi. İki oy oldin yashir bo'lib tuzalgan, yengil. Hamma joyi sog'lom, bexijolat dolasa. Ikkoviga aka 60 million deyapmiz, dolasa o'tib beramiz. Ammo zo'r dolasa, bexijolat, yeb-ichishlari sog'lomligi bemalol ko'raveradi. Mana